Bu üçüncü qatımlık Xalqara Uyghur Munbiri, burunki birinci, ikinci qatımlık Xalqara Uyghur Munbirleriga seliştiğanda bir derece ilgirleş ve yuqur seviyede ali sübetlik bir munber boldu. Bunun da muzakir qilgan, so'zlagan mazmunlar nihoyatda jiq. Bununla hem bütün dünyanınki hem yerden kelgan qarindoshlar, parlament a'zolari, Avrupa, Amerika, O'rta Osiyo, Turkiya, nurg'un davlatlardan, Amerikadan kelinmagan kongress a'zolari so'zlarni avatib, nihoyatda tabriklab, bu nihoyat yaxshi unumli bo'lishini tashabbuslik qildi. Shuning bilan birga bu qatimdagi munbarninki mazmunlari irqiy qirg'inchilikqa hozir hamda Xitoy hukumati xalqimizga elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatninki 10-yillik qadam bosgan. Xalqaro Uyg'ur munbirining 3-chi qatimliq yig'ini tunugun boshlandi. Bugun 2-chi kuni bo'yotdi. Hozir qadar bu yig'in intayin yaxshi o'tyapti. Qaysi jihatdan degan chaqda bu qatimmi shu yig'inga kelgan xalqaro jamoatniki vakillari nihoyatda sarxil kishilar. Ular nihoyatda yuqori darajalik mutaxassislar, parlament a'zolari, hukumat rahbarlari shunday kelibdi. Aniki bularning hammasi hozir bir xil o'rtaq ovoz chiqaryapti. U nima degan chaqda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi boshlanganiga hozir 10 yil bo'ldi. Hozir qadar Uyg'urlarniki beshiga kelgan kulfatni dunyoga anglatish, mushtaratli ishlar bir qadar ep berildi. Lekin jinoyatchini maslahatga tortish jihatda haqiqiy qadam ilinmadi. Shunga bu qatimki yig'inning asosliq nuqtasi xalqaroni jinoyatchilarni maslahatchilikka tortish, mushbir ishga chaqirish, mushbir ish bo'yotdi. Endi meniki ko'nglimda yana ikki narsa bor. Fursat bo'lib qolsa men buni o'tirg'a chiqmoqchi. U nima degan chaqda hozir Uyg'urlarniki beshiga kelgan irqiy qirg'inchilik masalasi o'tirib chiqqan vaqtida ko'pincha majburiy emgak, oilalarni orib etish, til va madaniyatni yo'q qilib etish degandek gaplar bo'linyapti. Lekin bizniki hozir qadar shu irqiy qirg'inchilik boshlangandan keyin qurbon bergan kishilarimizniki soni intayin ko'p. Men hozir qadar chet elga chiqib, bu qarindoshlarga ko'rishgan vaqtimda kim bilib qaralansam, ularning uyida chuqum shu lager turmalarda o'lib ketgan odamlar bor. Shunga zodi shu 10 yillik mobaynida Xitoy Uyg'urlarni qanchalik odamni o'ldirdi. Hozir yana qanchalik odam turma lagerlarda. Masalan, meniki sabdoshlarim bor, savodoshlarim bor, do'stlarim bor. Hammasi yo'qolib ketdi hozir. Ularning qanchasi tirik, qanchasi o'lib bilmaymiz. Shunga bu jihatdagi ishlar, buniki xalqaro anglatish jihatda buni o'tirga chiqish kerak. Har qanday Uyg'ur qirg'inchiligi masalasi o'tirib chiqqan vaqtida zodi bizning qanchalik adamimiz turmadi hozir, qanchalik adamimiz hozir qadar o'lib ketdi, buni cho'qim o'tirga chiqish kerak. Yana birisi har birimizning beshida kelayotgan bir kulfat nima desa, hozir biz oilaliklar bilan uchrasholmaymiz, telefon qila olmaymiz. Men bu 2017-yildan keyin vatanga bir qatim telefon qilib boqmadim. Bu bir inson uchun inday qiyin ahvol. Mush ahvolda hozir hamma odamlarning psixikasi o'zgarib ketib bordi hozir. Shunga lekin mandaq gaplar xalqaro matbuotlarga o'tirib chiqmayapti. Shunga mushki nuqtani biroz bundan keyin kuchaytirish, mushki jihatga tirishalik kuchaytirish jihatda biroz ish ko'rilsa deb o'ylayapman. Agar mushqatimki yig'inda men fursat bo'lgan chaqda mushlarni o'tirib chiqmoqchi o'zim. Men birinchi qatim Dünya Uyghur Forumu yig'inida qatnashyapman. Dastlabki ikki qatimni o'xshamagan yerlarda o'tkazilgan yig'inlarni qochirib qo'ydim. Ama bu qatim qatnashganimdan ham bu yerda muzokara qilinayotgan ahamiyatlik masalalardan bo'libmi diasporadagi Uyg'urlarning hayoti va kundalik turmush uchun muhim bo'lgan, kelgusi uchun muhim bo'lgan temalar haqidagi munozaralardan, muzokaralardan to'liq suyundim. Men Berlinning nima uchun Uyg'ur diasporasi uchun muzokara qilinadigan muhim bir yig'inga sahibxon bo'lganligi haqida bir necha qiz so'zlab qo'ygan bor. Berlin tasodifiy sahibxon bo'lib qolmadi. Berlin Avrupa davlatlari ichidagi siyosat va har jihatda oldin qatordagi yetakchi davlatlardan, shahar davlatlarining markazlaridan biri bo'lib turibdi-da. Uyg'urlar uchun alohida ahamiyatga ega. Uyg'urlar Berlinni keyingi 50 yildan emas, 1870-yillardan tortib yaxshi tunib kelgan. Germaniya bizni
Berlin arqılıq qılған səfərlər arqılıq dünyaya tunutqan. 1870 yıllarda Yakup Bey meselesi dünya meselesi bolğan çağda Berlin mi bu işinin içinde bolğan. Yani nurgun munazire, muzakere işleri şu vaqtla elip berilgan. Keyingi vaqtlarda bulup mu 1902 yıldan 14 yılgacha elip berilgan 4 qıtımlıq Germaniyanın yurtumuzda elip bağlan ekspedisiya hareketleri neticesinde yurtumuzda bu yak elip kelingen 40 ming parçadan artık kol yazma, 20 ming parçadan artık her xil asar atiqalar ve yurtumuzdaki 2. asırdan 19. asırın ahırgacha zamanını öz içine alan tarihi medeniyet mirasları belki dünyada en köp tepilgan yer Berlin. Şunun için nurgun tadqiqatçılar Berlin'e kelgen. Men Berlin bu yığın qatnış jarayonida bu resim ko'rgazmasiga qo'yilgan bir qator turimizdagi qarindoshlarimizni, ustozlarimizni, adiblarimizni, olimlarimizning resimlerini ko'rgan chog'imda ularning bir qismini shaxsan bu Berlinda kutib olganligimni va Berlinda ularni bu biroz burun tilga olgan tarixiy yerlarda sayohat qilganligimni, bir qism tadqiqotlarini ularning bu yerda elib borganligini, bir qism tadqiqotlarni kelgusi qilish uchun qilgan planlarimizni esimga oldim. Bularning için mesela Profesör Arslan Abdullah Berlinda bir hafta turib men bilan maxsus qo'lyozma tadqiqoti haqida muzokara qilgan edi. Bunun içinde Rahila Davud Berlin alayda kelib bu yerda saqlanayotgan etnografiyalik narsalarimizni birlikte biz bilan ko'rgan edi. Yani Yalqın Rozi her vaqt Berlin'de bo'lgan hürmetini ve Berlin saqlanayotgan asar atiqalarimizga, medeniyet miraslarga bo'lgan hürmetini her vaqt bana ispat qilgan edi. Men bu narsalarimizni Berlin'de yığını yetiş münasebetiyle bu tarihi ispatlarımızı, delillerimizni, milletimizin ötmüşteki güllengen devrinin ispatlarını bu yığını arkalık, yani bir kıtım, bu yığın katnaşçılarınınki ziyaret arkalık belki dünya yani bir kıtım Tunus'a degen ümitlerimden hem şunda kıldığalığı işini men. Hem de biz bu yerde fakatlan bizden asar atiqalarımızdan emas, hatta biz eğer botanik bağıtısıga bağırsak, Berlin'deki botanik bağıtısı 200 yıldan artık yurtumuzda elip kelingen üsümlükler yani 19. asırın başlarında, 20. asırın başlarında. Bu üsümlüklerinki alaydı bir kısmı yurtumuzda Allıburun nesli kurudu. Ama bu yerde yanılan şu üsümlükler bağıtısı köklep durdu. Bu nersimi bizimki ispatlarımız. Yani kelgüsü de yurtumuzdaki muhitini esli keltirimiz deydiğen olsak bizni saklap durgan miraslarımız. Onun başka yana Berlin'de bu 20. asırınki başları diyen elip kelingen nurgun İslami devrinde kol yazmalarımız var. Bu mu kütüphanelerimizde tadqiqatçılarınki ziyaretini, tadqiq elip verişini kütüp durdu. Şunun için bu Berlin'de açılgan bu yığınınki benim nezdimde tasadüfilik bir sebep bop kalmalığını. Bop kalmalılığı yani bu bir devrinin tekrar hatırlanışı ve yeni bir devrininki başlanış için bir yeni bir vaktin yani şekillengenliğinden bişaret bir de oylayman.